Baliq olgandan keyin uni to'g'ri pishirishni ham bilish kerak. Bugun uy sharoitida baliqli steak tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib baliq marinovkasini qilib olamiz. Sousimiz tayyor. Baliqni 2 barmoq qalinlikda kesib olib, uni sousga botirib olamiz. Baliq tovada yopishib qolmasligi uchun pergament qog'oz yordamida qovurib olamiz. Ortib qolgan sousga ozgina sariyog' solib, uni baliq ustiga qo'yib chiqamiz. Baliq duxovkada 250 gradusda 6 daqiqa turadi. Baliq garniriga shpinat va piyozni qovurib, ustidan qaymoq quyamiz. Baliq ham, garnir ham tayyor, bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Men har doim sifatli baliqlarni Erenmart do'konidan olaman. Har doim Erenmart do'konini gapiraman. Bu reklama emas, sizlarga yaxshi narsani tavsiya qilaman. Narxlar qimmat emas, lekin mahsulotlar juda ham sifatli. Sizga qaysi baliq yoqadi?